siz sinfdoshingiz bilan bitta universitetga topshirdingiz. Ko'rsatkichlaringiz bir xil, ya'ni SAT ballaringiz, IELTS ballaringiz, maktabdagi baholar, umumiy olganda ikkalaringizni bitta boshqa qo'yganda deyarli bir xilsiz. Lekin kunning oxirida sinfdoshingiz o'sha universitetga 100% grant bilan kirdi. Siz bo'lsa nafaqat grantga kirdingiz, kontraktga ham kira olmadingiz, shunchaki sizga rejection letter keldi, ya'ni отказ keldi. Uzr, sizni universitetga ola olmaymiz. Assalomu alaykum, mening ismim Asadbek. Biz SAT Tashkent va Unlock Admissions loyihalari orqali 7000 dan ortiq insonga SAT dan dars berganmiz va 200 dan ortiq o'quvchilarni to'g'ridan-to'g'ri top universitetlarga tayyorlaganmiz. O'quvchilarimiz orasida Cornell University, Carnegie Mellon in Qatar, Lafayette, Connecticut, University of Toronto, Hong Kong University, Hong Kong University of Science Technology, ya'ni top 20 talik, top 30 talik, top 50 talik, top 100 talik universitetlarda 100% grantgacha o'qib kelayotganlari bor. Va bugun bu o'quvchilarni tayyorlagan tajribamizdan kelib chiqib, eng muhim faktor, ya'ni essaylar haqida to'liq ochib chiqamiz. Demak, asosiy mag'ziga o'tish uchun bitta narsani bilib olishimiz kerak. Insholar bu optional emas, ya'ni ixtiyoriy narsa emas. Agar siz top universitetdan 100% grant olmoqchi bo'lsangiz, insholarni yaxshilab yozishingiz kerak bo'ladi. O'zi nimaga insho kerak deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda tasavvur qiling, bitta bolada 1500 SAT bor, IELTS 7 bor. Keyingi bolada ham 1500 SAT bor, IELTS 7 bor. Ya'ni maktab faoliyati, boshqa narsa, hamma narsalar bir xil. Endi admission officerlar, ya'ni qabul komissiyasi ularni nimaga qarab ajratadi? Ularni qanaqa insonligiga qarab ajratadi. Qanaqa insonligini bilish uchun ularni insholariga qaraydi. Qanchalik qaysi insho yaxshi yozilgan. Ba'zi holatlarda, bizning o'zimiz studentlarda bo'lgan holatlarda statistikalar kamroq, pastroq, kuchsizroq, ya'ni SAT'lari 1500 dan baland bo'lmagan holatda ham yaxshiroq essay yozib, yaxshiroq insho yozib, ana o SAT'si necha bo'lib ketgan boladan ham ko'ra ko'proq scholarship yutib olgan holatlar ham bor. Ya'ni bu bizga nimani anglatadi? Bu anglatadiki, essaylar, ya'ni insholar bu juda ham muhim. Shuning uchun bu videoni faqatgina agar siz grant olmoqchi bo'lsangiz ko'rsangiz bo'ladi. Agar siz grant olmoqchi bo'lmasangiz, top universitetlardan o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Ma'lumot o'rnida yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Har yili Amerikadagi top 10 talik universitetlar, ya'ni MIT, Harvard, Princeton, Stanford shunaqa darajadagi universitetlar o'tgan yilgi topshiruvchilar nima xislatiga e'tibor berib, ularga grant yoki qabul qilinganliklarini aytishadi. Bulardan aytaylik 8 tacha narsa bor. Bu narsaning ichida test ballari, ularni maktabdan tashqari qilgan faoliyatlari, maktablari, bularning hammasi muhim. Lekin ulardan bitta faktorni ular juda ham muhim deb belgilaydi. Ya'ni insonni xarakterini, ya'ni qanaqa o'zini tutishini. Va bu narsani faqatgina essaylar orqali ko'rsatsa bo'ladi, xolos. Shuning uchun ham essaylar top universitetlardan tomonidan tasdiqlangan eng muhim narsalardan bittasi. Demak, birinchi navbatda o'zi essaylar nimaligi haqida gaplashadigan bo'lsak, essaylar bu oddiy qilib aytganda insholar universitetga topshiradigan 200 tadan 650 tagacha yoki bundan ham kam bo'lishi mumkin, ko'proq bo'lishi mumkin, universitetga qarab, davlatiga qarab yozadigan insholar. Har xil savollar bo'ladi. Ba'zilari nima uchun bu universitet, nima uchun bu davlat yoki hayotga qarashing qanaqa degan masalalarda ham savollar berish mumkin. Siz bu narsani fakt deb o'rganishingiz mumkin. Shu 650 tadan 800 tagacha bo'lgan so'zlarni yig'inmasi degan ma'noda o'rganishingiz mumkin. O'zi buni essence deydi inglizchada. Ya'ni bu faktlar orqali siz insholardan oladigan mohiyatni o'rgana olmaysiz. Essay teng bu sizni fikrlaringiz, ya'ni miyangizni qanchalik tiniqligi. Agar essaylari rasvo bo'lgan odamni bilingki, miyasidagi fikrlari ham hali rasvo darajada bo'lib yotibdi. Essay tiniq, aniq, ravon, mavzuga yetadigan bo'lgan odamni miyasidagi fikrlari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Admission officerlar, ya'ni qabul komissiyasi sizni essayingizga qarab to'g'ridan-to'g'ri sizni miyangizni ichini ko'ra oladi. Ya'ni bu bolani fikrlashi qanaqa? Chunki to'g'ri, siz essayni kimdirgadir yozdirishingiz mumkin yoki qanaqadir bir professional deb yozdirish mumkin, lekin bu siz bo'lmaysiz. Ular essaylardan qanaqadir perfect narsani kutmaydi, ya'ni mukammal narsani kutmaydi, balki sizni kutadi, sizni xatolaringiz bilan, sizni fikrlashlaringiz bilan kutadi. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkinki, ko'pchilik hozir essay yozayotganda birinchi o'rinda yopishadigan narsasi yoza oladi, nimadir yozadi-da, ya'ni miyasida jamlanmagan fikrini qog'ozga tushiradi, keyin qanaqadir grammatikasiga, qanaqadir AI ga berib uni to'g'rilashga harakat qiladi. U narsalarni to'g'risi 1 soat yoki 2 soatda qilib bo'ladigan narsa. Eng muhim narsa essayga birinchi tushiriladigan fikr. Bu fikrni esa siz 1 soat 2 soatda o'ylab qo'ya olmaysiz. Yaxshi essay yozish uchun doimiy o'zingiz fikrlaringizni tiniqroq qilib yurishingiz kerak. Ko'proq kitob o'qib, har xil narsalar haqida o'ylab, miyangizda
shunchaki tinchlik bo'lishi kerak, shunda sizni essangiz ham zo'r chiqadi. Endi siz aytishingiz mumkin, qanday qilib fikrlashim, to'g'rilashim mumkin va qanday top universitetga kirgan studentlar qanday qilib o'zini essaydan mavzularini topgan, o'zini essayini insholariga eng zo'r ma'lumotlarni topgan deyishingiz mumkin. Bu narsaga hozir javob aytaman. Katta ehtimol bilan siz personal statement, ya'ni o'sha 650 talik so'zga nima yozishingizni bilmay o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Buni farqi yo'q. Siz insholarni qancha bilishingiz, qancha siz ingliz tilini bilishingizga ham uncha aloqasi yo'q bu narsani. Bu narsa reflections deyiladi. Bu shunchaki bitta oppoq qog'oz olib yoki kompyuter olib yoki telefonni o'zida shunchaki yozish. Endi nima haqida yozaman desangiz, siz shunchaki xohlagan narsa haqida yozishingiz mumkin. Kuningiz qanaqa o'tganligi, kecha qanaqa o'tganligi, do'stingiz haqida nima fikrlashingiz yoki kimdir qanaqadir vaziyat bo'lgan bo'lsa, o'sha vaziyat haqida yoritib berishingiz mumkin. Ya'ni boshida yozib olishingiz kerak nimadir haqida. Va keyinchalik eng zo'ri ChatGPT ga yozadigan bo'lsangiz, men o'zim haqimda bilishim kerak bo'lgan eng top narsalar haqida savol ber desa, shunday savollarning listini beradi. O'sha savollarni har kun bittasiga 100 ta so'z, 200 ta so'z, 300 ta so'z yozib yuradigan bo'lsangiz, ishoning, bir oy yoki 2 oydan keyin, ya'ni har kun shunaqa yozib yurganingizdan keyin 1 oy 2 oydan keyin shunaqa fikrlashingiz ravon bo'ladi va shunaqa ko'p mavzu keladi, siz insholarga nima yozib, qaysi birini tanlashni bilmay qolasiz. Demak, umumiy olganda reflectionlar bu hech kim sizni tahlil qilmaydigan, baholamaydigan joy bo'lganligi uchun siz o'zingizni ko'rsata olasiz u yoqda. To'g'ridan to'g'ri universitetga essay yozishni boshlasangiz, bu kiramasam nima bo'ladi, hozir mendan bular nima kutadi deb fikrlar keladi miyangizga va siz to'g'ri yoza olmaysiz. Ya'ni o'zingiz bo'lib yoza olmaysiz. Qanaqadir boshqalarga o'xshab yozasiz va hammani essay xuddi shunaqa qoladi. Lekin 3 oy oldin boshlagan bola shunaqa kontent qo'yadi essayning ichiga. Uni o'qiganingizdan keyin hech qanaqa ma'no ko'rmaysiz. Ya'ni ma'no deganda ham to'g'ri ma'noli bo'lishi mumkin, lekin umumiy olganda uni yozuv stili yoki umumiy olganda olgan mavzusini o'zi sizni mazza qildiradi. Endi tasavvur qiling, siz juda ham ko'p reflectionlar yozdingiz, endi universitetda topshirish vaqti keldi. Endi siz universitetlarga topshirayotgan vaqtingiz o'zi sizni kontentlaringiz juda ham ko'p. O'zi essay yozayotganda, insho yozayotganda insonda 3 ta narsa kerak bo'ladi universitetlarga asosan. Birinchi o'rinda bu sizni ingliz tilida yoza oladigan skilllaringiz, ya'ni writing skill. To'g'ri, kontentdan umuman farqi yo'q. Nimadir yozib bering desam, masalan, aytaylik, men o'zimni sovqotyapman degan so'zimni siz chiroyli qilib yozib bilishingiz. Bu narsani rivojlantirish uchun siz ko'proq yozishingiz va ko'proq kitob o'qishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'proq stillarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va ikkinchi o'rinda bu sizni kontentlaringiz. Bu chiroyli yozish o'zi yetarli emas. Nima haqida yozishingiz ham juda ham muhim. Biz hech qachon o'zimizning hayotimizga yetarlicha nazar solmaymiz-da. Ya'ni kunimiz qanaqa o'tdi, kechamiz qanaqa o'tdi, tug'ilgan kunimiz qanaqa o'tdi, bizga o'zi nimalar yoqadi. U narsa haqida ko'p o'ylamaymiz. Nimaga? Chunki u narsa haqida o'ylashga bizda vaqt yo'q. Hamma narsa chalg'itadi, hamma narsa noise, hamma narsa bizni o'sha hayotda nimadandir qolib ketayotganligimizga ergashib. Ya'ni shunaqa chuqur ketaverasiz bu reflectionsda va oxirida siz shunaqa kontentlarni yig'ib qo'yasiz. College admissionsda shunday qo'yadigan bo'lsangiz zo'r deydi. Kimdir ko'radigan bo'lsa ham zo'r yozibsan deydi. Qayerdan yozding deydi. Bu narsani siz yillar davomida, oylar davomida, kunlar davomida o'ylab kelgan bo'lasiz. Demak, umumiy olganda biz reflectionsda yozib bo'lganimizdan keyin kontentni rivojlantiramiz. Va uchinchisi bu college admissions essays. Ya'ni o'zi essaylar, o'zi nima essaylar talab qilinadi, qanaqa essaylar kerak, o'sha narsani bilishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda ko'pchiligimiz baribir Amerikaga topshirishimiz mumkin. Amerika universitetlarida personal statement degan narsa bo'ladi. Personal statement 650 ta so'zdan iborat. Sizning qarashlaringiz haqida. Savol cheklanmagan, savol bo'lishi mumkin. Qiynalgan vaqting, rahmat aytmoqchi bo'lgan insoning, umumiy olganda 6 tacha, 7 tacha sizga savol beradi, lekin u savollarni ishlatish majburiy emas. Undan asosiy maqsad ular sizni qanaqa fikrlashingizni ko'rmoqchi. Ya'ni ko'proq sizga qaramoqchi. Ya'ni sizni akademik holatlaringiz emas, nima bo'yicha yutganlaringiz haqida ma'lumot kerak emas ularga. Ularni o'zi list qilib berasiz ular. Undan tashqari ham siz hayotga fikrlashingiz qanaqa, har xil vaziyatlar bo'ladi, o'sha vaziyatlarga qarashingiz haqida so'raydi 650 ta so'zda. Va undan keyin har bitta universitetni tanlaganingizdan keyin o'sha universitetning o'ziga mos insholari bo'ladi. Bu narsani nomi supplemental essays deyiladi. Bu narsani ichiga nima uchun bu universitet, nima uchun bu yo'nalish, kimga rahmat aytmoqchisan, o'zingni yoqtirgan musiqang qaysi, tarixga qaytib qolganingda qaysi momentga qaytgan bo'larding. Shunga o'xshagan qisqa 250 tagacha, 500 tagacha bo'lgan so'zli savollar bo'ladi. Bu har bir universitet uchun alohida bo'ladi. Va undan tashqari sizda kichkina o'zini essaylari bo'ladi. Ya'ni nima uchun agar siz maktabdan tashqari yil olgan bo'lsangiz, ya'ni 11 yilni bitirdingiz va universitetga borguncha orada 1 yil bo'lgan bo'lsa, nima uchun unaqa yil olding?
olding, ya'ni gap year olding, nima uchun maktablaringni o'zgartirding degan savollar qo'yadi. Umuman olganda shunaqa essaylarni so'raydi va Amerikani universitetlarini, ya'ni Amerika holatdagi universitetlarning essaylari ko'proq sizni shaxsiyatingizga qaraydi. Shaxsiyatingizni ko'proq qo'shishingiz kerak bo'ladi. Hayot haqida nima fikrlaysiz, nima deb o'ylaysiz, har xil narsalar haqida, o'sha narsa haqida gaplashishingiz kerak bo'ladi. Endi ko'proq biz sharqiy tomonga o'tganimizdan keyin, ya'ni birinchi Angliya tarafga o'tganimizdan keyin ko'proq academics, nima olib kelasan universitetga, nima tarafing kuchli, o'zingning sohang bo'yicha nima bilasan, shunaqa narsalarni ko'proq so'raydi. Ya'ni siz shaxsiyatingiz emas, qanchalik bu fanga to'g'ri kelishingiz haqida ko'proq so'raydi. Va sharqlashib yana boraversangiz, xuddi shunaqa narsa ko'payib ketaveradi. Ya'ni Gonkonglarda, Singapurlarda, Xitoylarda, Koreyalarda ko'proq akademik salohiyatingizga asoslangan essaylar ko'proq bo'ladi. Demak, bundan biz o'rgansak bo'ladiki, siz bitta essayni hamma joyga jo'nata olmaysiz. Ya'ni siz Amerikaga, Garvardga yozgan essangizni Hong Kongga yozsangiz, katta ehtimol bilan yaxshi essay bo'lmaydi. O'shaning uchun iloji boricha essay yozishdan oldin u davlatni, u universitetni o'zi qanaqa essaylar kerakligi haqida yaxshilab o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu narsani veb-saytdan ko'rsangiz bo'ladi yoki har xil Reddit, Quoro'ga o'xshagan saytlardan ko'rsangiz bo'ladi. Umuman olganda insonlarning fikridan yoki qanaqadir agar college admissions bo'yicha xabari bor insonlardan so'rasangiz bo'ladi yoki kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgancha tezroq javob berishga harakat qilamiz. Umuman olganda davlatga qarab o'zgaradi. Demak, bizga keyingi savol bu qachon o'zi yozishni boshlashim kerak degan savol. Qachon yozishni boshlashim kerak degan joyiga studentlarga men zo'r javob beraman. Kecha boshlashing kerak deyman. Qachon boshlaydi degan bo'lsangiz, bugun boshlang. Agar siz bu yil hozir 10-sinf bo'lsangiz, bu yil Amerika universitetlariga yoki top universitetlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, hozirdan reflections yozishni boshlashingiz kerak. Ya'ni hozirdan yozni oxirigacha har kuni 500 ta so'z, 500 ta so'zdan reflections yozsangiz, nima haqida yozaman desangiz, aytdim-ku, ChatGPT ga berasiz, sizga savollar beradi. O'sha savollarni olib 500 ta yozadigan bo'lsangiz, ishoning 2 oydan keyin shunaqa o'zingiz nima haqida yozishni bilasiz, o'zi sizga yordam kerak bo'lmaydi u narsa. O'zi essay oddiy narsa-da, shunchaki uni ko'proq yozish kerak. Biz ko'proq yozmaganimiz uchun, oxirga taqilganligimiz uchun kelmaydi ideyalar. O'shaning uchun ko'pchilik hamma noyabr, oktyabrda boshlagani uchun siqilib yuradi, nima yozsam ekan, nima yozsam. O'shaning uchun hozir yozning oxirigacha reflections va yozdan keyin siz universitetni o'zini promptlari chiqadi, ya'ni universitetda o'zini savollari chiqadi, o'shalarga yozasiz. Endi shu tajribamdan kelib chiqib 5 ta xato haqida gaplashamiz. Ya'ni insho yozadigan insonlarning 5 ta xatosi. Bu birinchisi, boshqalar nima fikrlar ekan deb yozadigan essayingiz bu yaxshi essay emas. Garvardga kirgan yoki Stanfordga kirgan bolani essayini o'qib qoladi, o'sha frazani, o'sha gapni ko'chirishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki o'ylaydiki, bu Garvardga kirgan, demak bu yaxshi yozgan bo'lsa kerak deydi-da, o'ziga ham o'sha narsani qo'shishga harakat qiladi. Maktabdan tashqari faoliyatlaringiz, baholaringiz hammasi oddiy-yu, lekin siz essaylaringiz dahshat bo'ladigan bo'lsa, siz отказ olasiz. Ikkinchi xatoyimiz bu telling without showing deyiladi. Ya'ni bu shunchaki aytish, ko'rsatish emas. Men juda ham mehribonman yoki men juda ham aqlliman deymiz, lekin bu narsani ko'rsatmaymiz. Mushuk boqib olganman va mushugimni hamma uydagilarim uyga otib yubor, ko'chaga otib yubor deydigan bo'lsa ham, men uni boshqa uy topib, o'sha joyda boqib katta qilganman deyishingiz mumkin. Bu narsa sizning mehribonchiligingizni, e'tibor berishingizni ko'rsatadi. Juda ham mehribonman deyishingiz mumkin, lekin bu narsa ko'rsatib bera olmaydi. Ko'rsatish degani men tasavvur qila olishim kerak. Bilasizmi, kitoblarning boshida daraxt haqida o'zi bir bet narsa bo'ladi. U degani o'sha daraxtni o'quvchi odamga ko'rsatmoqchi. Ya'ni o'sha odam tasavvur qila olishligi kerak o'sha vaziyat. Agar tasavvur qila olmasa, bu essay yaxshi essay bo'la olmaydi. Va uchinchi eng katta xato, men studentlarimdan doim so'rayman, mana shu essaying bor-a, essay yozib kelgan. Xuddi shu essayni Abu Bakr yozgan. Abdulaziz xuddi shu essayni olib universitetga jo'natsa, admission officerlar payqaydimi bu Abdulaziz haqida emasligini? Agar uning javobi ha bo'ladigan bo'lsa, demak bu essay eng yomon essay. Masalan, tasavvur qiling, men olsamda Germaniya hayoti haqida gapirib bersam. Germaniya hayoti haqida gapiryapman. Yozib bo'ldim, 5 soat vaqtim ketdi. Endi bitta bola keldida, xuddi shuni oldida ustozga berdi. Ustoz aytdi, "Malades" dedi. Nimaga? Chunki xuddi shu odam ko'chira oladi. Ya'ni sizni essayingizni hech kim ko'chira olmasligi kerak. Faqat o'zingizniki bo'lishi kerak. Va keyingi xato hozir juda rivojlanib ketgan AI'lar orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali insholarni yozdirish. Bu juda oson bo'lib qoldi, lekin hozirgi kunda sun'iy intellektni ishlatish bu yomon emas. Sizni fikrlaringizga qarshi chiqish uchun, fikrlaringizga yanada ko'proq qarshi fikr yoki qo'shimcha fikr berish uchun juda ham yaxshi bo'lishi mumkin, lekin essayni shunchalik yozdirish bu 20 yildan beri ta'lim sohasida bo'lib kelgan, akademiyada bo'lib kelgan qabul komissiyasi uchun juda ham oson payqash. Va ularni sizdan boshqa minglab varianti bor. Ya'ni siz bo'lmasangiz boshqasi degan ma'noda. Va 5-eng oxirgi xatoyimiz bu insho yozishni
eng oxirga taqash. Chunki eng qiyin ish deb o'ylaydi-da hamma eng qiyin deb o'ylagandan keyin eng oxirga taqaydi. Masalan, deadline aytaylik 10 kundan keyin siz 10 kun oldin yozadigan bo'lsangiz zo'r insho chiqmasligi mumkin. Va iloji boricha vaqtliroq boshlash kerak va vaqtliroq tugatish kerak. Nimaga? Chunki siz masalan bitta inshoga 5 soat vaqt sarfladingiz, insho siz uchun juda ham zo'r ko'rinadi, xatosi yo'qdek ko'rinadi, xuddi Da Vinchining Mona Lisa asariga o'xshab ko'rinadi, lekin unaqa bo'lmaydi. Shunchaki siz 2-3 kun olasiz, ya'ni 2-3 kun hech narsa u essay haqida o'qimaysiz, qaramaysiz, 2-3 kundan keyin qaraganingizdan keyin shunaqa xatolarni sezasiz, o'zingiz ustingizdan o'zingiz kulgingiz keladi. O'rtacha personal statement yozish uchun 11 ta yoki 12 ta draft ketadi. Ya'ni draft degani bu variantlari ketadi desa ham bo'ladi. Ya'ni birinchi holatini yozasiz, keyin ozgina o'zgartirasiz, yana o'zgartirasiz. 11 ta 12 ta yozishingiz kerak bo'ladi yaxshi holatga kelish uchun. Qachon boshlaydigan savolga kecha boshlash kerak edi. Mayli, bugun ham kech emas. Bugun mana shu videodan keyin boshlasangiz bo'ladi. Demak, bugun insholar haqida ko'rib chiqdik. Bugungi videoni ko'rgan bo'lsangiz tushungansiz. Insholar juda ham muhim. Shu vaqtgacha aytib o'tdim. Qanday insho yozish kerak, qanaqa insho yozish kerak, qaysi davlatda qanaqaligi haqida ham ko'rib chiqdik. Umumiy olganda reflections, qachon yozish kerak, studentlarni, o'quvchilarni qiladigan xatolari, hammasini ko'rib chiqdik. Vazifa beramiz hozir. Kommentariyada bitta savol qoldiramiz. Demak, bizning savolimiz tarixdagi yoki hozirgi xohlagan voqelikda bo'lib qolganingizda, aytaylik, mustaqillik O'zbekistonimi yoki piramidalarning qurilishimi, umumiy olganda xohlagan voqelikka borganingizda o'zingizni qanaqa his qilardingiz va qaysi voqelikka borgan bo'lardingiz? Bu narsa haqida 100 ta dan iborat so'z yozishingiz kerak bo'ladi. Buni tekshiramiz. 99 ta bo'lsa ham qabul qilinmaydi, 101 ta bo'lsa ham qabul qilinmaydi. 100 ta so'z bo'lishi kerak va eng yaxshi kommentariy yozgan, ya'ni eng kreativ, eng o'zini fikrlarini to'g'ri yetkaza olgan odamga biz 2 soatlik konsultatsiya beramiz. Ya'ni 2 ta emas, bitta 2 soatlik konsultatsiya beramiz. 2 soat davomida sizni chet elda o'qish, hamma maqsadlaringizni shaxsan o'zim bilan ko'rib chiqsak bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.